Hop, assalomu alaykum. Bugungi darsimiz arraylar haqida bo'ladi. Array murakkab data tipiga kiradi. Hop, ko'rinishi. Keling bitta array yasab ko'ramiz. Const, misol uchun, numbers degan yoki shunchaki array deb qo'yay nomini. Hop, arraylar mana bunaqa katta qavs ichidagi bir qancha ma'lumotlarni o'zini ichiga oladi. Misol uchun, BMW bo'lishi mumkin. Misol uchun, Tesla. Hop. Bu ko'rishingiz mumkin string tipidagi datalar. Keyin true bo'lishi mumkin. True, false ham bo'lishi mumkin arrayning ichida. Raqam bo'lishi mumkin 12. Yana bir qancha data tiplari bo'lishi mumkin. Misol uchun array ichida array bo'lishi ham mumkin. 1, 2, 3 misol uchun. Hop, undan tashqari yana obyektlarimiz ham bo'lishi mumkin. Arrayimiz ichida obyektlar bo'lishi mumkin. Name misol uchun Hobur. Hop, xullas arrayga endi ta'rif beramiz. Array nima? Array u ichida bir qancha datalarni jamlab turuvchi murakkab data tipi hisoblanadi. Xo'p, array o'zi bunaqa har xil ma'lumotlar bunaqa aralash bo'lib turmaydi o'zi asosan. Ko'pincha o'xshash bir-biriga yaqin bo'lgan datalar bilan, misol uchun faqat string bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash. Xo'p, arraylar nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Arraylar nima uchun kerak? Misol uchun biz shuni ochib turaman. Bizda array yo'q deb tasavvur qilamiz. Ammo biz qandaydir kichkinagina o'zgaruvchiga saqlashimiz kerak judayam ko'p ma'lumotni. Misol uchun 300 ta mashinani mashina nomini qayergadir saqlab turishimiz kerak. Nomi saqlanishi kerak. Xo'p, biz qanday saqlaymiz 300 ta mashina nomini? Let kar bir teng misol uchun sub let kar1 kar2 deymiz endi. Kar2 Volvo let kar3 mana shunday ketaveradi. Tasavvur qiling, 300 tani mana shunday yozib ketishimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi? Tesla misol uchun. Xo'p, bunday bo'lmaydi. Buning uchun bizga array kerak. Har birini bunday qo'lda yozib o'tirgandan ko'ra biz array ishlatib qo'ya qolamiz. Let const deymiz. Const cars teng o'sha sub hammasini shu yerga joylab qo'yamiz. Sub Volvo Xo'p, keyingisi Tesla bo'ldi. Ya'ni 300 ta elementni bemalol buning ichiga yozib ketsak ham bo'ladi. Xullas bizga juda ham qulay. Array kerak. Judayam kerak. Ahamiyatini yana ozgina ko'rdingiz. Xo'p, console.log carsni chiqarib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Nima kelayotganini. Bu yoqdan ko'rsak ham bo'lar ekan. Mana Sab, Volvo va Tesla kelyapti. Demak, arrayimiz ichida mana datalarimiz bor ekan. Xo'p, bu yerga qarasak 0, 1, 2 degan bu yoqda raqamlar bor. Xo'p, bularni ham o'rgataman. Bular indeks deyiladi. Xo'p. Ko'rib oldik. Buni yozilishini mana bunday yozsak ham bo'ladi. Ularni tushirib olib pastga. Xo'p, mana bunday qilib yozsak ham bo'ladi.
Hop, farqi yo'q, hech qanaqa bu yoqda muammo bo'lmaydi. Qilaveradi. Hop, keyingi o'rganadigan narsamiz, a, unga element qo'shishni ham o'rganishimiz mumkin. Undan oldin bir narsani o'rganishimiz kerak. Mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, buni bitta tushiraman. 0, 1, 2 indekslarini keling shu yerda o'zida o'rgatib yuboraman. Array agar ichida hech narsa bo'lmasa, misol uchun o'chiraman. Bo'm-bo'sh array bo'ladi, uni ichida uni indeksi ham yo'q bo'ladi. Agar arrayni ichiga bitta element qo'shadigan bo'lsak, misol uchun uning ichida bitta bir raqam bor. Mana uning indeksi 0 bo'ladi. Keling, endi ikkini qo'shaman. Arrayda ichida ikkita element bor va birining indeksi 0, ikkiniki 1. Endi yana qo'shaman. Misol uchun 23 degan element qo'shdim. Uchinchisi mana ichida 3 ta element bor deyapti. 23 ning indeksi esa 2. Demak, ko'rishingiz mumkin, indeks 0 dan boshlanib to musbat cheksizlikkacha ketishi mumkin arrayda uzunligiga qarab. Xo'p, menimcha indeksga tushuna oldingiz. Endi keling arraylarni to'ldirishni ko'rib o'tamiz. Hozir bizda cars degan element bor, ichi bo'm-bo'sh va biz unga element qo'shishimiz mumkin indeksini tutayotgan holda. Keling, cars metodini, cars arrayni yozaman va katta qovuslar ochib olamandagi ichiga indeksini beraman. Bu nima degani? Bu cars arrayni 0-indeksiga nimanidir tenglashtirayotganini bildiradi. Keling, mana shu yerga subni tenglashtirib qo'yaman. Qaraydigan bo'lsak, mana ichida sub bor. Bizning cars degan obyektimiz ichida endi 0-indeksida sub mavjud. Endi birinchi indeksiga element qo'shamiz. Volvo. Mana ko'rishingiz mumkin, birinchi indeksiga Volvo qo'shildi. Xo'p, mana BMWni qo'shib qo'ydik. Demak, tushundingiz degan umiddaman. Mana shunday holatda ham shunday qilib uni to'ldirish mumkin ekan. Keling, 3 demaymiz endi indeksini. Misol uchun 8 deyman. 8 ga Ford beramiz. Xo'p, endi mana bu yerga qarasangiz 0, 1, 2 va 8-indeksga Ford qo'shildi. Bu yoqda esa bu 5 ta bo'sh indeks qatorlari qolib ketdi. Ya'ni bo'sh. Bu yoqda hech narsa yo'q. Mana shunaqa berib yuborishim mumkin, lekin bunaqa qilib berish g'alati, aql shart emas. Xo'p, o'zi arraylar ichiga element qo'shish uchun boshqa metodlarim bor. Ularni yana ko'rib o'tamiz array metodlar mavzusiga o'tganimizda. Xo'p, buni ham o'chirib turaman endi. Demak, arraylarni to'ldirishni ham tushunib oldingiz. Endi keling, array yaratishni ham ko'rib olamiz. Mana bunday holatda ham yangi array yaratsa bo'ladi. Const cars teng new array deb yozamiz. New array. Xo'p. New array, uni ichiga elementlarni yozib chiqaman. Sub Volvo va yana bo'lishi mumkin BMW. BMW deylik. Hop. BMW. Hop, endi keling buni ham konsolga chiqarib ko'ramiz. Sub Volvo BMW keldi. Mana. Hop, ko'rishingiz mumkin. Demak, bu nima qilib berar ekan? New array bizga yangi array hosil qilib berar ekan. Yangi oddiy array hosil qilib berar ekan. Mana bunga tengda xullas. Cars teng sub Volvo va BMW ichida turgan arrayga teng. Xo'p, tushundingiz deb o'ylayman. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, arrayni o'zgarishini oldida men doimo const ishlatyapman. Let emas. Xo'p, nima uchun const? Tavsiya beriladi best practice'da arraylarni oldidan const ishlatishga. Chunki arraylarni nomi boshqa loyihada loyihamizda boshqa joyda boshqa o'zgaruvchi bilan berib yuborilsa
loyihamizning asosiy qismi arraylarni ichida kelayotgan bo'ladi. O'shaning uchun katta xatoliklarga sababchi bo'ladi. O'shaning uchun constni berganimiz ancha xavfsizroq. Xo'p, mana shuning uchun ko'pchilik constda beradi. Constda e'lon qilishadi arraylarni. Chunki array boshqa o'zgartirilmaydi, boshqa o'zgartirib bo'lmaydi buni. Chaqiriladi, bir marta yangi yaratiladi, bo'ldi. O'shaning uchun const ishlatilgan ma'qul. Xo'p, endi keling arrayimizni ichidan ma'lumotlarni olishda ko'rib olamiz. New array ko'rinishini o'chirib tashlayman. Xo'p, o'zimizda bunday holatiga qaytaversin. Sub Volvo Tesla misol uchun. Tesla. Xo'p, keling mana bu arrayimiz ichidan subni qanday olamiz? Ko'rib olamiz. Buning uchun yangi o'zgartirish met char1 misol uchun. Char1 teng carsni ichidagi indeksini berib olishimiz kerak katta qog'oz ichiga 0 deb beraman. Endi men cars emas char1 da chiqaradigan bo'lsam, menda sub chiqib keldi mana. Ko'rishingiz mumkin. Istagan elementimizni indeksiga qarab olishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi keling uni o'zgartirsak bo'ladimi? Char1 endi buni tenglayman. Misol uchun Chevroletga. Chevrolet. Xo'p, endi ko'rishingiz mumkin. Chevrolet keldi va mana bu yerga carsni ham chiqarib ko'ramiz. Bizning obyektimiz o'zgardimikan? Arrayimiz o'zgardimikan? Xo'p, cars deyman. Mana sub Volvo Tesla. Ammo bizda carsimiz o'zgarmadi. Lekin har bir o'zgaruvchimiz keyin o'zgardi. Xo'p, to'g'ri, demak bunga ta'sir qilmaydi. O'zgartirish uchun mana bunday ishni qilishimiz kerak. Buni o'chirib tashlayman. Bu shunchaki qo'lga olish, ya'ni yangi o'zgaruvchiga olish edi. Endi o'zgartirish uchun kelinglar. Cars 0-indeks teng bo'lsin. Endi yozib ko'ramiz. Chevrolet. Xo'p, ko'rishimiz mumkin mana endi bizning 0-indeksdagi qiymatimiz Chevroletga teng bo'ldi. Demak, mana shunday qilib ham o'zgartirishimiz mumkin ekan arraylarimizda. Xo'p, arraylar haqidagi mavzumiz hozircha shu. Misol uchun boshlang'ich shu bilimlar yetarli. Keyingi darslarimizda yana arraylarni metodlari haqida gaplashib o'tamiz.